Jo'joqlar mazasi, ertaga ko'rganda rahmat desinda, mana unda qarigina privazni olib kelib qo'yib turibdi. Ayuqman Instagramga qo'ygan ekan jujalar. To'g'ri qanaqa to'g'ri? Qaraya bu onasi bo'ladi. Bolasi. Kami 5 kilodan qutib qoladi. Alaqasi 5 kilo 300. O'zi ma'lum qo'rot bilan bir xilda. Qo'rot bilan bir xil. Qo'rot bilan Qancha xolos bilan moslaydi. Endi biladan tuxum olib, yo'l ochirsangiz, xudo xohlasa, 100 grammni bolalar ham qanday 5 kilo bo'ladi. Hadi u. niyatimiz bor buni Yaponga miksovat qilib chiqarish. Yaponga mix qilsa, bularni ham tuxumidan chiqaramiz, obunachilarimizga bo'lgan. Chiqarib olaylik buni. O'zi chiqarib, havodan tuxumidan zakatga, hajga aslida chiroyli qilib, hajnikandan o'zini qilishga xudo xohlasa ishonamiz. Miksovat qilmoqchiman. O'shaning uchun Baxtiyor akamiz kuzatib turibdi. Kanallarini, obunachilar qo'yilayotgan yangi mix qilayotgan variantlarni shu o'shanlarga ko'rsatadi, tavsiya qiladi. Gaplaylik. Rangi vaqtida o'tgan bitta rang, mana toza shunaqa bo'ladi. Rang bitta bo'lmaydi. Hamma qarang mana. Lishni par, lishni rangi yo'q. To'g'ri qonozdan o'tgan, soddalarni qo'shib to'g'rilagan o'zini. Mana jo'z otilarning otini erkakchi yo'q. Zakatning okamligi mana. Xuddi beradi xudo xohlasa mahsulotdan. Tashlab turaman. Otasidan ham bo'lib chiqadi. Yo'llasan, sen. Tashlab turaman. Buni necha oylik bo'ldi? Bu yerda 3 partiyada endi 3 ta partiyada chiqqan bular. Kattalari 3,5 oylik bo'ldi. Ikkinchi partiyasi 3 oylik bo'ldi. Bular 2,5 oylik bo'ldi. Gap 2,5 oylik bo'ldi boqib qo'yishsa. Endi buncha narsani jonzotga ham boqib, to'ydirib, sog'lom qilib boqib qo'ysa, bu bizning vazifamiz. Chunki bularni qamadimi, qamagandan keyin olib kelib, bularni sizlarni qo'yinglar. Shunga ham e'tibor beraylik. Bular 3,5 oylik bo'ldi, 4-oyga ketdi. 4 oylik ashtilar. O'zi parlari Mana shu. Kimga adbish yuring mashina o'zida boqishga o'tgan bo'lsa, talay bosib qo'ying, inshaalloh sizga ham nasib qilsa, hech gap emas. Men degan qarorga chaqiraman deyman. Hobbilarni ko'rsamiz hozir ozgina qoldi. Ishoninglar, endi buni ikkita qismga qilamiz. Agar obunachilarimiz, samarqandliklar mana shu videolarni bomba qilib portlatsa, ikkinchi videomiz nima bo'ladi? İkinci videomuzda tepadagi kaptarlar havoda o'ynash jarayonini sizlar uchun Sanjar akam eng любимчи, eng oldi kaptarlarni ko'rsatamiz. Buning uchun videolarni portlatamiz. Samarqandliklar hammamizni poddesh beramiz. Qani Toshkentni Samarqandga ko'radi, bu shu. Bo'ldi. Like Samarqandga, kommentariy Toshkentga ketdi.